Boshladik opa. Boshladik, ketdik. Men o'zi qadam serialni ko'rmaganman. Keyin ko'rganman. Это же не видно. Bu obraz bizani xalqqa juda ham yoqdi, manzur bo'ldi. Nimaga? Restoran ochganmiz, shuning uchun. Siz chaqirgan paytingiz xo'jayinim bilan birinchi svidaniyamiz bo'lgan. Bilasizmi? Yulduz Rajabova. Ochiq haqiqat bo'lsa ham aytish kerak. Mana qanaqadir talablarimga javob bermaydi. Ha, tushunmadim. Mahliyo Qaraligova, Adis Rajabov, Alisher aka Uzoqov. Bitta o'ziga qolip topib olganda, o'sha qolipdan chiqishdan qo'rqishadi. Men o'zim universal aktrisa hisoblayman. Talant. Mashinaga. O'zbekistonga haqiqiy qish ham kelibdi. Endi issiq o'lkalarga ketish kerak. Chunki men merslachkaman. Shunga aviasales.uz ga kiramiz. Qaranglar. Горящие билеты degan joyi bor ekan. Phuket. Qizlar tanlaymiz. Sharm el-Shayx va Qatyana, Istanbul. Istanbul sovuqroq qiladi. Undan ko'ra Sharm el-Shayxga ketamiz. Davaydi qizlar. Chimodan yig'inglar. Ketamiz. Aviasales arzon va qulay. Assalomu alaykum Nigina opa, yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat, kattakon chaqirishga chaqiribsiz. Qani aytgan mahsulotlarim? Hozir siz vohli kelib qoldingiz-da, 2 minutda уже kelish kerak hozir. 2 minut bering. Bo'ldi, tamom, keladi. Yandex-ku 2 minutda keladi. 2 minutda keladi. Endi o'yladim, siz kelishingizga kartoshkalarni archib qo'yaymi deb, keyin qarasam Yandexda archilgan kartoshka bor ekan. Men o'zi sizga telefon qilib aytdim-ku hamma narsani bunda archib qo'ying, tozalab qo'ying kelgan. Mana archilgan piyoz ham bor. Ana. Xuddi bizga o'xshagan liniy odamlar uchun. Nimalarga yetib keldik? Yandexda mana archilgan kartoshka, archilgan darrov tayyor piyoz. Pomidorni ham anaqa to'g'rab qo'yishmabdi-da. Shu. Esimizdan chiqmasin. Oshxona to'q 100 promokodi bilan 100 minggacha chegirma olasiz. Ana, foydalaning. Men o'shandan boshladik opa. Boshladik, ketdik. Bugun o'zi nima ovqat qilamiz? Xo'sh, bugun biz buxorocha dimlama qilamiz. Buxorocha, ya'ni bizani oilamizda an'ana bo'lgan va nima deydi, sevimli bo'lgan dimlamalardan biri. Bu buvijonimning retseptlari bo'yicha hammasi tayyorlanadi. Har yakshanba yoki shanba kunlari buvim bizga shu dimlamani o'zgacha qilib tayyorlab berardilar. Shuning uchun endi esimda qolganicha bugun tayyorlab beraman. Wow, zo'r. Bu boshqa dimlamalardan nima qilib ajralib turadi? U yerda bizni oilani mehri bor-da. Aylanib ketay sizdan. Mana shunaqa. Tushunadi. Uning uchun bizga karam kerak bo'ladi. Karam, sabzi, pomidor. Shu xolodilnikda bor narsani, olib, shunda anaqa nima deydi? Qozonga olib kelib qo'ying, ichida dimlaysizmi? Yo'q, ozgina bunda, yo'q, o'choqda dimlaymiz. Anaqa nima deydi? Birinchi qiladigan ishimiz go'shtni to'g'rab, piyoz bilan mana bu nima deydi, ko'katlar bo'ladimi, bolgarskiy perets bo'ladimi, hammasini to'g'rab, ozgina qovurib, keyin qolgan masalliqlarni anaqa nima deydi, navbat solib dimlaymiz. 20 daqiqaga. O'zi dimlama shunaqa chiroyli ovqat deb hisoblayman men hozir. Ham chiroyli, ham foydali, ham mazali. Eng asosiysi hozirgi paytda aktual bo'lgan mavzulardan biri dieta deymiz-ku. Po'poy ovqatlardan biri. Aylanib ketaylar. Qovurmasa po'poy bo'ladi. Qovursiz po'poy bo'lmaydi-da. Yo, endi ozgina qovurish kerak-ku hamma narsani. Mayli. Mana shunday o'lchamni yuvsam. Yuving. Mana bu yerda, mana sizga salfetka, zarubka. Bo'lmasam qarang. Siz go'sht qiling. Men sizga kartoshkalarni nima yuvib artib bermaganingizga yarasha, конечно, давайте yuvib bering. Mayli, siz ungacha mening savollarimga javob berib turasiz. Xo'sh, bo'ladimi? Bo'ldi. Biz o'ylagandim faqat ovqat qilamiz deb o'yladim, siz savol-javob ham qilasizmi hali? Albatta. Bizni hamma narsa qiziqtiradi. Albatta. Как это так? Bizani o'qimas emas sizga salfetka kerak bo'lsa. O'zi sizni ko'pchilik
Qadam serialdan taniydi. Va lekin men sizni kino aktrisa deb bilaman. Точнее, teatr aktrisasi deb bilaman. Ko'rganman, siz bizani chaqirgansiz. Ha, taklif qilganman. Ha, siz eng qiziq voqeani aytib beraman. Va siz chaqirgan paytingiz xo'jayinim bilan birinchi svidaniyamiz bo'lgan. Bilasizmi? Bizda spektaklda chidamolmaydi. Ovqatlanishga borganmiz. Ovqatlanishdan keyin aynan sizni spektaklingizga bizni svidaniyaga boramiz va xo'jayinim birinchi marta umrlarida spektaklga borganlar. Teatrga kirganlar. Teatrga kirganlar. Va ularga juda yoqqan. Qaysi spektakl? Aist. Oq va qora turnalar. Abdulla Qodiriy asari bo'yicha. G'oyib. Men ham ta'sirlanganman, xo'jayinim ham ta'sirlangan. Men rostini aytsam uxlab qoladilar deb o'ylaganman, lekin uxlab qolmagan. Yaxshi. Hozir shunda choy oling. Choy olavering, bemalol. Qo'shib olaylik. Hozir. Va shu bilan men sizni o'zi bundan ham oldin siz bilan bir ikkita joyda ko'rishib yurganmiz-da, masalan, ko'p anaqalarda, meropриятияlarda o'shanda sekin-sekin tanisha boshlaganman. Keyin men o'zi Qadam serialini hamma ajiotaj bo'lgan payt ko'rmaganman. Keyin ko'rgansiz. Keyin ko'rganman. Это же Nigina. Я же ее знаю deganman-da, tushunasizmi? Endi hayotda tanigan Niginam boshqacha bo'lganda, Qadam serialida ko'rgan Niginam boshqacha bo'lgan. Chunki qanaqadir ich-ichimdan bilganmanki, bu Niginaning roliga o'xshamaydi deganman-da. Shu Niginaga umuman to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmaydi deb endi men o'zim uchun qanaqadir vывод qilganman. Keyin siz shu Qadam serialidan keyin umuman kinolarga tushmay qo'ydingiz. O'zi u serialda zo'r o'ynagansiz, rostdan men очень нравится. Ko'pchilik sizni yaxshi ko'rib qolgan shu serialdan keyin. Endi bilasizmi, Qadam seriali bunday olib qarasam, mening aktyorlik qadamimda, kino aktrisalikda umuman vizitna kartochka deyishadi-yu. Shu tashrifnomam bo'lgan. Chunki Baxtiyor Safarov shu Qadam serialining rejissyori, ularga har doim minnatdorchilik bildirganman. Shu inson meni ko'rib, hech qanaqa kastingsiz shunchaki taklif qilganlar. Bu serialga siz bilan shu aynan syomочный площадкада ko'rishamiz deb telefon qilib, telefonda hatto aytganlar bu narsani hammasini. Sizni bunaqa yaxshi ko'rmaganlar, endi vjivu ko'rmaganlar. Yo'q, ko'rganlar, endi biz bir necha marta ko'rishganmiz hayotda, anaqa teatrimga kelishgan, spektaklarimni ko'rishgan, endi mahoratimni bilishadi. Nimaga qodirligimni va bu qizga hech qanaqa kasting kerak emas deb, meni kastingsiz shundoq o'zimni taklif qilishgan shu anaqa Qadam serialidagi Pokiza obraziga. Va bu obraz siz aytganingizdek juda ham nima deydi, bizani xalqqa juda ham yoqdi. Ha, manzur bo'ldi. Nimaga? Chunki u yerda shunaqa bir odobli qizni prototipi tuzilganki, anaqa nima deydi? O'ta odobli qiz. O'ta odobli ham va anaqa nima desam bo'ladi? O'zini bir dunyosi bor va aynan shunaqa qizlar ham baxtli bir oilaga, turmushga chiqa oladi va aynan mana shunaqa oilada yasha oladi degan bir nima deydi, havo kirganda. Chunki endi bilasiz, o'sha payt, endi hozirgi paytda ham ajrimlar unchalik ham kam emas, juda ham ko'p yosh oilalarda anaqa nima deydi va aynan mana shu qizni oilasi qanchalik baxtli ekanligi ko'pchiligiga bu anaqa aytganimdek toza havodek kirib keldi-da. Shunga xalqqa juda ham munosib bo'ldi, juda ham yoqdi va meni aynan ko'pchilik rejissyorlar mana shu Pokiza obrazida ko'rishni boshlashdi. Bir qoshiq yeysiz, ishtahangiz ochiladi. Oling. Bu diyetaga o'tirgan shekil. Malikali kech payt ovqatlanmaydi, Poki? Seni yaxshi ko'rgani uchun. Pokizaxon?
Pokisaxon. Poki. Pokisaxon. Nima bo'ldi onasi? Bilasiz-ku endi qaysidir obraz obrazda chiqsangiz, xarakterda chiqsangiz, o'shanga yopishib olishadi. Afsuski, Shunaqa. kinoda shunaqa, bizada kinoda shunaqa, teatrda xudoga shukr unaqa emas. Chunki rejissyorlar har xil, ularni ko'rish qobiliyati har xil va sizni har xil endi aktyorlar, aktrisalar ular plastilin kabi bo'lishi kerak-da. Rejissyor aynan o'sha plastilindan o'zi ko'ra biladigan va o'sha aktyor qo'lidan keladigan qanaqadir prototip yaratib berishga o'zini anaqa nima deydi, sinab ko'rish kerak har doim. Buning uchun hamma o'z ustida ishlashi kerak. Bugungi kunda endi ochiq haqiqat bo'lsa ham aytish kerak, ko'p rejissyorlar o'z ustida ishlashni xohlamaydi. Nafaqat rejissyorlar, aktyorlar ham, albatta, aktyorlar ham bor shunaqa aktyor, aktrisalar. Bitta o'ziga qolip to'g'ri. topib olganda o'sha qolipda shu nima deydi, o'sha qolipdan chiqishdan qo'rqishadi. O'zligini qaysidir boshqa yo'nalishda sinab ko'rish. Endi hozir faqat aktyorlikdan blogerlikgacha bo'lib qoldi. Endi o'zim ham shu kasbdaman. Endi men uchun blogerlik bu kasb ham emas. Lekin hozirgi paytda blogerlikni kasb sifatida hozir anaqa nima deydi, targ'ib qilishyapti. Значит, siz uchun blogerlik bu kasb emas. Yo'q, men bu yo'nalishni kasb deb hisoblamayman. Chunki blogerlarning yo'nalishi qanaqadir bir manfaatli yangilik bilan bo'lishish yoki nimanidir targ'ib qilish. Biz shunchaki nima desam bo'ladi, endi o'zimdan kelib chiqqan holda aytishim mumkin. Komediya yo'nalishida nimadir oladigan bo'lsak, uni tagida baribir ochiq haqiqati bo'ladi. Ham anaqa aytishadi-ku, kimdir qanaqadir hazil qilsa, na kulishni bilaman, na yig'lashni bilaman degan. Bunaqa hazillar ko'payib ketgan, uzr. Qarang, men nimaga olib kelmoqchiman? Nimaga aynan o'sha Qadam serialini o'sha yerligini olib, undan keyin boshqa kinolarda o'ynamadingiz. To'g'ri, endi bilaman, sizga takliflar bo'lgan. Yo'q, o'ynaganman. Qadam serialidan keyin Salom FM degan pandemiyadan oldin olingan sitkomda chiqqanman. Keyin tarixiy filmda rol ijro etdim. Baxtsiz kuyov degan Abdulla Qodiriy asari bo'yicha olingan. Ko'pgina kinofestivallarda yaxshi nominatsiyalarda joy olingan va ko'pincha festivalga mos bo'lgan kinolarda rol ijro etgan. Bizda festivalli kinolar bizda ko'p nima desam ekan, ko'rsatilmaydi. Ular yoki festivallardan keyin ko'rsatiladi yoki umuman ko'rsatilmaydi. Shunaqa. Chet el, ko'pincha shu chet el kinoteatrlarida hamda shu festival doirasida bo'lgan premyeralarda qo'yiladi bu narsa. Ya'ni bu filmlar endi takliflar juda ham ko'p, ayniqsa hozirgi paytda seriallardan. Serialga keladigan bo'lsak, ssenariy juda ham nima desam bo'ladi, meni qanaqadir talablarimga javob bermaydi, afsuski. Siz bilan shunga 100% qo'shilaman. Shunga o'zimni vaqtimni ketkazib nima qilaman deymanda, o'zimni ishimni qilib yuraman. Ya'ni xudoga shukr, o'zimni teatrim bor. Qanaqadir proyektlar, yangi proyektlar, tanishuvlar, blogging mana hozirgi paytda yana podkast yo'lga qo'yganmiz, restoran ochganmiz, shuning uchun restoran? Tushunmadim. Главный блогер, который любит рестораны, который всегда критикует рестораны, это я, если вы не знали. Bu men. Men hali u darajaga yetmadim sizni taklif qilishga.
Biz Yo'q, hozir uzr. testuv variantida Ha, ishlaymiz. ha, mayli, chaqiring. Chaqiring. Bo'ldi. Servisni to'g'rilab olaylik, chaqiramiz albatta. O'zim to'g'rilab beraman. Chaqiring. Restoran. Nima restoran? Ozgina gapirib bering. Turkcha restoran. Ayniqsa oilaviy, katta oilali insonlarga mo'ljallangan. O'sha katta restoran, детская площадка, отдельно naqalari Детская bor. площадкasi bor. Ha, turetskiy Ha. bor bizda kuxnya. Anaqa nima desam bo'ladi? Hozir testoviy rejimda ishlayapmiz. Restoranimizning nomi Sadi. Sadi. Kecha ko'rdim storiesda. O'tirdinglar qizlar bilan, mani chaqirganinglar yo'q. Bu shunchaki tasodifan edi. Rafshona, sizni alohida oilangiz bilan chaqiraman, xudo xolasa. O'zim shaxsan taklif qilib chaqiraman. Mashinamda olib ketaman. Endi mana shunga chaqiring deb chaqiring. Bo'ldi, tamom. Restoranni kim bilan ochdingiz? Restoranni o'rtog'imni oilasi bilan birga ochganmiz. Shahlo degan o'rtog'im bor. Uni boshchiligida shu anaqa nima desam bo'ladi, ham restoran ochildi, ham podkast qilindi. Yaxshiyam shunaqa o'rtoqlar bor. Gapirmang, yaxshiyam shu dugonam bor, har doim mani anaqa nima deydi, qanaqadir depressivniy apatiya anaqalarimdan Davay ishla deb chiqadigan odam. o'zimni kayfiyatlarimdan olib chiqadigan o'rtog'im. Shahlo, yaxshi ko'raman. Bilaman, ko'rmaysan. Biz ham yaxshi ko'ramiz. Shu aynan shuni qirqib jo'natib yuboramiz sizga. Ko'rishingiz uchun. U yerda kim bo'lib ishlaysiz? U yerda nima qildingiz siz? U yerda men shu PR yo'nalishida, ya'ni yuz bo'lib beryapman. Va aynan personal yig'ishda yordam beraman. Ha. Chunki personal yig'ish, u bilan ishlash bu juda ham qiyin ekan. Endi har bitta kasbning o'zini qiyinchiligi bor. Elementarni ofitsiant bo'lib ishlash ham bu juda ham qiyin ekan. Men o'zim ishlab ko'rdim. O'zimni nima desam bo'ladi, o'zimni tanamda bu narsani his qildim. Odamni eng chaqlaydigan professiya bu ofitsiantlik, bilasizmi? Ha. Chunki men endi restoranda biznesda yurganman, shuning uchun tushunaman. Eng chaqlaydigan professiya bu ofitsiantlik bo'lib ishlash. Voy, bilasizmi, aynan mana shu yo'nalishga kirib kelganimda, ya'ni restoran sohasiga kirib kelganimda qanchalik qiyinchiligi bor va biz nima desam bo'ladi, klient bo'lib turib o'zimiz ketishimiz. Kech olib keladimi ovqatni, jahlimiz chiqishi, 5 daqiqada siz anaqa nima deydi, salatlar хотя бы olib kelib qo'yishingiz kerak deyishi, endi kuxnyadagi ishlar bu juda ham anaqa nima desam bo'ladi, qiyin ekan. Oshxona o'zi yonadigan joyda. Juda ham yonadigan joy. Ayniqsa odam ko'payib ketsa, ikkita ofitsiantingiz bo'lsa, ulgurmasa, bu juda ham azob ekan. Chunki ko'proq ofitsiant oling. Ha. Endi ofitsiant ish bo'lmasa ham turadi-da, u ham bu tomoni ham bor-da. Xo'sh. Shunaqa pomidor umrimda unaqa archmaganman, pomidor ujus archib qo'ydim. Mayli endi bo'ladi. Unaqa archmaganman. Ko'p restoranlarda ovqatlanishingiz shunday ko'rinib turibdi. Вообще-da, bunaqa men pomidor archmayman. Bilib qo'ying. Obcha. Siz o'zingizni ko'proq dramatik aktrisa hisoblaysizmi yoki bolya komediya aktrisasi? Men o'zim universal aktrisa deb hisoblayman. Chunki baribir shu yo'nalishda tahsil olganman, o'qiganman va ayniqsa o'qish davomida biza ham komediya yo'nalishida, ham tragediya, ham drama yo'nalishida o'sha o'qish davomida, yillar davomida o'zimizni sinab ko'ramiz. Endi bilmayman, shu komediya yo'nalishiga kirib kelishimdan oldin men o'zimni drama aktrisa deb qo'ygandim. Chunki juda ham anaqa nima deydi, g'am g'ussaga boy bo'lgan obrazlarni, monologlarni juda ham yaxshi ko'rardim. Hozirgacha yaxshi ko'raman. Lekin nima deydi, shu komediya yo'nalishida o'zimni qanaqadir izyuminkam borligini va qanaqadir hazillar qila olishimni, improvizatsiyam borligini menga shu Indira Miftaxova, ularga kattakon rahmat.
Shu inson ichimdagi mana shu improvizatsiyaga boy bo'lgan qanaqadir kichkina niginamni ochib bergandi. Chunki birinchi shu komediya yo'nalishida katta sahnaga mani chiqishimga imkoniyat bergan inson mana shu inson bo'ladi. Buni tan olish kerak. Ayniqsa dugonalar shouda. Hurmatli Nigina Jabbarova, Mirshakar Fayzullayevga turmushga chiqishga razimisiz? Ne, mo judo shunaqamdimda, men ham judo konsertiga men ham podpis moda men raftimda endi. Hayvatjang nakun. Injira opa o'zi ko'p tovardan chiqazgan ekan. Rostini aytsam, men Injira opa bilan intervyudan keyin bilib qoldim-da. Ko'p qizlarni tarbiyalagan ekanlar. Endi imkoniyat berilgan, endi o'zlari ham o'sha imkoniyat berganda qaysidir payt o'sha insonni improvizatsiyaga shundoq itarib qo'yadilar. Va kuzatadilar. Qo'lidan keladimi, yo'qmi? Qo'lidan kelsa, eplab ketsa, значит, anaqa, nima deydi, qo'lidan keladi, eplab ketadi, men unga yordam beraman yoki anaqa, nima deydi, o'sha yo'nalish, qaysidir yo'nalishdan o'sha yo'lini ko'rsataman-da, o'zi topib ketadi deydigan insonlardan biri. Endi u paytlar men bu narsani unchalik ham tushunmaganman, tan olmaganman. Hozirgi paytda endi tan olyapman. Olyapman. Albatta, chunki shu komediya yo'nalishida bilmayman, endi o'zimni sinab ko'rishimga mana shu inson menga yordam bergan va yo'l yo'riq ko'rsatgan. Чему я очень благодарна. Rahmat. Undan keyin sizlar Afandani qizlarini ochgansizlar, to'g'rimi? Ha. U televideniyadan chiqqaninglardan keyin. Pandemiya paytida endi dugonalar show umuman bunday olib qarasa ko'p narsa yopildi pandemiya davrida. Uyda o'tirdik, nima qilishni bilmadik. Ovqat qildik, semirdik. Rosa semirdik, keyin ozdik. Va anaqa, nima deydi? Shu bekor o'tirgan paytimizda Muborakxon, o'sha payt endi TikTok juda ham ommalashgan payt edi. Muborakxon bloger bo'lishlari kelgan va TikTokka anaqa Nigora bilan bizdan iltimos qilgan, shu bitta video olishni. O'sha videoni olganmiz. Ya'ni u video tushunishinglar bo'yicha umuman hech qanaqa tayyorgarliksiz, improvizatsiya, uyda topilgan narsa, qo'limizga tegida paydo bo'lgan narsalardan o'zimizga griblar yasab, kostyumlar yasab o'sha videoni olganmiz. U video Yulduz Turdiyevani qaysidir qo'shiqlariga olingan edi. Esimda yo'q qaysi qo'shiq. Va bizga aytmasdan Muborakxon u videoni TikTokka qo'yib yuborganlar. Bir kunda u video 1 million bo'lgan. O'sha payt bu juda ham nonsens qanaqadir raqamlar bo'lgan. O'shandan keyin mayli nima qilamiz, mayli gruppa qilarmiz bo'lgan. Bo'ldi, shu bilan Afandining qizlari. Rais ketdi. Yo'qolsin. Shuncha iltimos qilgandimi? Oyog'im ozgina qolgandi o'tirishimga. O'tirib iltimos qilishimga. Yo'qolsa kim sanlaga, a? Senim? Opam? O'zi qizlar bilan qanaqa tanishib qolgansiz o'sha paytda? Shu dugonalar show orqali. U orqali. O'sha showda biz hammamiz Muborak, Nigora, men rezident bo'lganmiz. Albatta, o'zi shundoq pomidor kam. Sevaman pomidorni. Rezident bo'lganmiz va anaqa nima deydi, o'sha dugonalar showdan tanishib birga xudo xohlasa 2 yil ijod qilganmiz. Lekin hali ham o'rtoq bo'lgansiz? Albatta, hali ham hamma bilan yaxshi munosabatdamiz. Gaplashib turamiz, ko'rishib turamiz. O'qish haqida gapirdingiz. Biz siz bilan o'zi kollega ekanmiz. Men ham ekonomistman, faqat sfera IT, siz men xalqaro ekonomist ekansiz. Lekin shu oxirigacha tushunmadim. Siz o'qishni tugatdingizmi yoki tashlab ketdingizmi? Men o'rtada 2-kursdan tashlab ketganman. Keyin Ilhom teatrini o'qib, umuman aktyorlik yo'nalishimni o'qib, o'zim uchun diplomimni olganimdan keyin Narxosga qaytib, o'qishimni tiklab,
o'sha yerda diplom защита qilib diplomimni olganman. Ha. Va yana bitta fakt, diplomimni olganimdan keyin adashmasam 2021-yilida fevral oyida undan keyin bir oydan keyin diplomimni yo'qotib qo'yganman. Haligacha u diplom topilgani yo'q. Xudodan so'raymiz, ilon kerak ham bo'lmasin. O'z sal gapirib bering, aktyorlikka qanaqa kelgansiz, xohlaganmisiz? Chunki adashmasam siz как бы особо и не хотели быть актрисой yoki o'sha yoshligingizdan aktrisa bo'laman, shu kinoda o'ynayman yoki teatrda o'ynayman bilaman, yaxshi ko'rib qolgansiz teatr, lekin qanaqa qilib yaxshi ko'rib qolgansiz? Kim sababchi bo'lgan? Umuman kichkinaligimdan men qiziqqanman bu narsaga. Umuman san'atga qiziqishim juda ham kuchli bo'lgan, lekin oilamizda umuman san'atkor yo'q yo'nalishda. Endi aytishadi-yu, в семье без уродов никак, и этот урод это я. Juda ham anaqa nima deydi, xohlardim. Atalant. Juda ham xohlardim, anaqa nima deydi? Shu pianino chalishga boring, qanaqadir ssenkalar bo'ladimi, o'sha ssenkalarda qatnashish, she'rlarni juda ham tez eslab qolardim. Qanaqadir maktabda bayramlar bo'lsa, o'sha bayramlarda ishtirok etishga juda ham ishtirok etishga harakat qilardim, lekin uyda bu talantni ko'proq qanaqadir chiniqtirishga anaqa yo'l qo'yishmasdi, chunki bizani oilada ayollar tomonidan juda ham anaqa nima desam bo'ladi, hamma davlat ishida ishlaydigan ayollar va shu umuman san'at institutiga kirganingizda sizga qanaqadir qog'ozcha berishadi kirishingiz uchun. Anaqa nima deydi, shu imtihonlarga tayyormisiz yoki yo'qmisiz bilish uchun. O'sha payt menga shu qog'ozni berishdan oldin bir xalq artisti mendan so'raganlar, qizim, siz monolog yoki she'r tayyorlaganmisiz? Umuman imtihonga kelish Odamlar yillab aylanib keladi. Siz umuman qayerdan keldingiz? Men shu irrigatsiya litseyidan. Qanaqa qilib siz irrigatsiya litseyidan san'at institutiga kelib qoldingiz deganlarida men edim talant desam agar mayli qani ko'rsatingchi, men dedim shu 1-avgustda ekzamen bo'ladi-ku, o'shanga tayyorlanib kelsam bo'lmaydi. Keyin siz hammasi tushunarli dedilar, men dokumentingizni olib keting, bemalol keyingi yil kelasiz dedilar. Keyin u yerdan chiqib qarasam boshqa xonada ham o'sha qog'ozchani berishayotgan ekan. Keyin bildim-ku men nimalar qilish kerakligini. Mashinasi. Keyin ikkinchi xonaga kirdim. U yerda ham yoshlari katta bitta doda o'tiribdilar. Keyin men endi aktyorlik fakultetiga topshirmoqchi edim. Keyin qarasam aktyorlikka topshira olmasganman, chunki u yerda monolog, she'rlar aytishim kerak, men hali tayyor emasman bu narsaga. Keyin qarasam shu xonaga kirishda navbatim kelganda mendan so'radilar, qaysi fakultetga? Men звукорежиссура. Человек, который пришел из ирригационного института. Anaqa endi ko'chada menga aytishdida, bolalar, qizlar, anaqa звукорежиссер deya qoling, o'ta kam odam kiritasiz. Testdan. Men endi u payt testga tayyorlangan paytlarim edi. Meni anaqa umidim, katta umidim testdan edi. Anaqa praktически anaqadan ekzamendan emas, endi testdan o'taman deb o'ylagandim. Ha, mayli. Keyin aytdilar, shu звукорежиссерga o'xshamayapsiz-da. Qulog'ingizni ayiq-payiq bosmaganmi dedilar. Men dedim, У пойти слухом ноль. Не то что актерство, слухом ноль. Hatto bilmayman sluh bormi yo'qmi. Men dedim, dada, я всё понимаю. Men dedim, shuncha yo'l bosib keldim. Men talant. Imkon bering, unaqa qilmang, o'ldirmang meni, anaqamni, nima deydi? So'ndirmang meni umidimni, iltimos sizdan dedim. Ha, mayli endi siz bilan anaqada imtihonda ko'rishamiz dedi. O'sha qog'ozni berdilar menga ish qilib. Yaxshi, o'g'irlab ketmabsiz qog'ozchani. Berganlaridan keyin imtihon звукорежиссураdan topshirish kerak. 75 balldan 2 ball olib chiqamiz. Хотя bilib bilmasam bossangiz ham 2 ball olmassiz ko'pcha. Gapirmang. Lekin testdan yaxshigina ball olganman. Atigi byudjetga kirishimga 2 ballim yetmagan o'sha payt.
super kontrakt. yo'q, super kontrakt emas, bo'lmagan u payt. Shu kontraktda shunda birinchi bo'lib turibman-da, shunda byudjetdan ozgina bunday anaqa qizil liniyani tagida turibman. Keyin u payt uydagilarim bilishmasdi. San'at institutiga topshirganimni, keyin u payt ishlamayman, pul topish nimaligini bilmayman. Keyin odamlarga telefon qilganman. Shu anaqa nima deydi, narxoz qolib biz san'at institutiga Suvkuraga topshirdik. Desak, odam shunday keldi-da, so'kdilar. So'kmadilar, lekin qarashlari so'kishli bo'ldi. U yetadi. Biz uni tushunamiz. Albatta, keyin dokument olindi, narxoz institutiga, ya'ni universitetiga topshirildi. Birinchi kursni amallab o'qidim. U paytda endi san'at institutiga kira olmaganligim sababli men qanaqadir teatr studiyalarini qidirishni boshladim. U payt Baribir shu yurak tuk tuk tuk. albatta. Endi San'at. yana san'at institutiga bordim-ku. O'sha yerda o'qiydigan odamlar bilan tanishdim-ku. Ularning gaplarini eshitdim-ku men. Bo'ldi-ku shu bilan hayot katta-yu, zo'r deb o'yladim-da men. Lekin undan ko'ra narxozda o'qiganim yaxshiroq edi. Ha. U payt shunaqa edi. Yo, shunisiga ham shukr. To'g'risini aytsam, mana shu kunga yetib kelganimdan juda ham xursandman. Ya'ni endi kichkinaligimizdan shu san'at yo'nalishidagi insonlarni, san'atkorlarni shu grubo говоря yomonlab kelgan odamlarni gapini aksini ko'rib kelib, o'zim amalga oshirganimdan juda ham xursandman. Biz ham shundan xursandmiz. Xudoga shukr, rostdan ham yo'lingiz mashaqqatli bo'lgan ekan. Lekin aktrisa bo'lganingizdan rostdan ham xursandmiz. Rahmat. Endi tayyorlashni qilishni qilaylik. Keyin gapni davom ettiramiz. Davom ettiramiz. Dimlamamiz ham dimlab qo'ydik. 20 soniyadan keyin ochamiz. Ha. 20 daqiqadan keyin ochamiz. Albatta. 20 soniyadan keyin ochamiz. Ha. Ha, mayli. Sal oilangiz haqida gapirib bersangiz, hozir bundan oldin oila haqida gapirdingiz. Chunki oilangizda hammasi ko'proq endi 2tadan 3tadan oliy ma'lumot, o'zingiz ham 2tadan 3tadan oliy ma'lumot deysiz. Esli shtoda. Oyingiz advokatlar, Yo'q, oyim yuristlar. Yuristlar. Anaqada nima deydi, shu Buxoroda hokimiyatda ishlaganlar. Endi u haqida ko'p gapirish unchalik ham yoqtirmaydilar oyim. Chunki Toshkentga ko'chib kelganlaridan keyin o'sha dekretga chiqib, anaqa uy bekasi bo'lib qolganlar. Ikkita ukam bor. Katta farzandman oilada, bitta qiz. Erkatoy bo'lishim kerak edi, lekin Afsus. Nimaga mana qizlar erkatoy bo'lmaydi bizda? Men ham erkatoy bo'lishim kerak. Men ham bitta qizman. Ikkita farzand o'g'il. meni ham har doim shu savol qiynaydi, Rahshona. Lekin afsus bilmayman. Nimaga? Bilmayman. Chunki bizani nimagadir qizlarni endi nimagadir emas, kuchli, sabrli, hamma narsa qo'lidan keladi. Nima desam bo'ladi endi, ayol kishini 40 anaqa joni bor. Joni metindan deb anaqa qilishadi, nima deydi, tarbiyalab kelishadi bizani. Endi bunday olib qarasa, bizani tarbiyaladigan, tarbiyamizni beradigan insonlar ham o'zini hayotini birinchi marta yashab kelyapti. Hammasi. Ularni ham xuddi shunaqa tarbiyalashgan. Endi kelajak avlod menimcha bizani qo'limizda. Endi bizani qo'limizda emas, endi yosh onalarning qo'lida. Endi har bitta men o'ylayman yo'nalishni ona hamda ota beradi. Qiz bolaga bo'ladimi, o'g'il bolaga bo'ladimi, beriladigan tarbiya u o'zini qanaqadir dunyo qarashidan deb o'ylayman. Chunki bizani oilada o'g'il bolalarni nima deydi, shu sen o'g'il bolasan, katta bo'lganingda oila boqishing kerak, oilani boquvchisisan deb asrab avaylab ertaga katta hayotga oyoq qo'yganida Oyoqlari titrab ketadi. Shu afsuski. Voy, men nima qilishim kerak edi? Men pasoda yuvamayman-ku, men unaqa qila olmayman. O'shaga kelamiz. Qarang, siz nima gapda aytgansiz? Endi so'rashgan sizdan feminizm haqida.
men o'ylaymanki bizada O'zbekistonda matriarxatroq deb o'ylayman. Endi bu mani o'zimni мнением. Qo'shilsanglar qo'shilinglar, qo'shilmasanglar kommentariyada yozib o'tinglar, qo'shilmaymiz deb. Nimaga? Uyda ayol kishi boshqaradi, to'g'rimi? Keyin bolaga ayol kishi tarbiya beradi, to'g'rimi? Bozorni qolgan narsani ham ayol kishi hal qiladi, to'g'rimi? Masalan, oziq ovqat qolgan narsalarni to'g'ri erkak kishi ishlaydi. Erkak kishi uyga pul olib keladi. Lekin biz bilamiz, biz aytamiz, erkak kishi ishlaydi, erkak kishiga tegish mumkin emas. Ular ishlaydi deb hamma narsani ayol kishiga yuklab qo'yamiz. O'shanda ayol kishi ko'proq matriarxat bo'ladi. Chunki erkak kishi ham kelib xotini ayoli nimadir gapirsa, jimo'tir, nimadir deydi. Lekin baribir qanaqadir vaqtdan keyin ham onasini oldiga borib, qanaqadir o'zini ichki kechinmalari bo'ladimi yoki nimadir ko'proq onasi bilan bo'lishadi. Shunda bari aylanib kelib matriarxatga kelsa yoki menga shunaqa tuyuladi. Endi bilmayman, shunaqa bir naql bor. Erkak kishi bosh, ayol kishi bo'yin. Bo'yin qayerga qayrilsa, bosh ham o'sha yerga qayriladi deyishadi. Endi bilmayman qanchalik rost. Endi bilasizmi, feminizm tushunchasi, umuman bu so'zni unchalik ham ishlatishni yoqtirmayman. Chunki bizani umuman olganda xalqda bir o'zgacha tushuncha, ya'niki feminist ayol bu anaqa nima deydi, erkakshoda ayol yokida anaqa erkaklarni tan olmaydigan ayol tushunchasi, lekin yo'q. Bizda shunaqa. Lekin aslida unaqa ko'pchilik erkaklar yoki ayollar bu so'zni shunaqa tushunishadi. Bu unaqa emas. Shunchaki feminist yo'nalishi bu gender tenglik. Bunday olib qarasa, va bu so'zni, tushunchani menga ko'proq nima deydi, ma'nosini ochib bergan inson Kamol Aliyeva bo'ladi-da. Ularga juda ham kattakon rahmat. Nima desam bo'ladi, o'zlarini o'zbek feminist ayoliman deb tan olgan insonlardan biri. Har doim nima desam bo'ladi, shu yo'nalishda qanaqadir yangi bir bilimlarni berib o'tadigan insonlardan biri va bu haqida ochiq-oydin gapiradigan insonlardan biri. Ularga juda ham kattakon rahmat deyman. Mani tushunchamga keladigan bo'lsak, feminist ayollar men uchun bu nima deydi, o'z o'rniga, hayotda o'z o'rniga ega bo'lgan ayollar. Ham nima desam bo'ladi, uyda o'zini ishini qilib, to'g'ri yo'lda yuradigan, o'zini ustida ishlaydigan, o'zini bir yarim chala deb bilmaydigan ayollar deb hisoblayman. O'zini haq-huquqini talab qila oladigan ayollar. Talab qiladigan emas, o'zini haq-huquqini biladigan ayollar. Chunki ko'pincha hozirgi paytda haq-huquq nimaligini ko'pchilik ayollar bilmaydi. Ayniqsa biza yaqinda, ya'ni yaqinda emas, bu 1 yil oldin Nimalchi.uz bilan birgalikda bir teatrda kollaboratsiya qildik. Ya'ni Nimalchi.uzdan shunaqa bir taklif tushdiki, bizaga kunida 100 talab, 200 talab ayollardan, jabrdiyda ayollardan xatlar keladi. O'sha xatlar bo'yicha kuniga 100 tadan maksimum 200 ta, 300 tagacha xat keladi. Ya'ni u yerda jabr ko'rgan ayollar, psixologik qanaqadir singan ayollar, yoshligida nimadir qolib ketgan, домашнее насилие deymiz, zo'ravonlikdan qiynalgan ayollar, ko'pchilik qayerga, kimga dardini aytish bilmaydigan ayollar aynan Nimalchi.uzga xatlar yozishar ekan, anonim holda. Va aynan shu xatlarni olib kelib biz bilan shu kichkina shu xatlar bo'yicha sahna ko'rinishi qilib bersanglar zo'r bo'lardi deb taklif bilan chiqishganida, ishonasizmi, biz 10 ta qiz o'sha xatlarni o'qib tugatguncha nima deydi, yuragimiz tomon bo'ldi. Chunki meni tushuncham bo'yicha, bunda olib qaraydigan bo'lsak, uydagi zo'ravonlik bu mayli erkak kishi xotinini urishi deb bilganman bu narsani. Chunki Xudoga shukrki, biz bunaqa narsalarni ko'rmay katta bo'lganmiz. Buning uchun ota-onamga rahmat deyman.
endi kinolarda ko'ramiz, televizorda, qanaqadir internetlarda ko'ramiz. Shu narsa deb o'ylagandim, lekin zo'ravonlik bunchalik ko'p turda bo'lishini men umuman bilmagandim. Umuman miyamga sig'dirmaganman bu narsani. Va aynan shu xatlarni o'qib, shu xatlar asosida biz kichkina sahna ko'rinishi qo'yganimizda shunaqa taklif tushdiki, kelinglar shuni viloyatlarimiz bo'yicha ko'rsataylik. Qanchalik ayollar nima desam bo'ladi, zo'ravonlikka chidab kelayotganligini, o'sha zo'ravonlik hattoki qanaqadir chekka qishloqda emas. Mana shunday qo'shningizni uyida bo'lishi mumkin-da. Va o'shanga ko'pchilik befarq. Bo'ladi-ku shunaqa situatsiyalar. Qo'shningizni uyida qanaqadir urush bo'lyapti-da, siz nima qilishingizni bilmaysiz. Aralashaymi, aralashmaymi birov ishiga yoki 102 qilaymi yoki qilmaymi. Lekin aynan o'sha 102 qilinganda ham ayol kishi anaqa nima deydi, mayli erim-ku deb o'sha arizasini qaytib oladi. Har xil. Endi har xil situatsiya bo'ladi. Har xil insonlar bor. Nima deydi, 5 qo'l barobar emas. Hammani o'zining yo'nalishi bor, o'zining xarakteri bor. Endi bu meni shaxsiy fikrim, mana shu feminist nima deydi, tushunchasi hamda yo'nalishi bo'yicha. Siz uchun abuzer kim? Men o'zim deb o'ylayman. Men ham. Xo'jayinim kadr ortida. Yo'q, oilada o'zi ikkita odam abuzer bo'lish kerak. Faqat galma-galma ablashib turish kerak. O'shanda to'g'ri taroziga to'g'ri tushadi. Endi oilada bo'lib turadi bunaqasi. Onam deyishim mumkin. Oilangizga qancha? O'zi oiz sizni kinolaringizni ko'radilarmi yoki teatrga kelib turadilarmi? Yoki hali ham qabul qila olmadilarmi? Onam bilan shu kasbim borasida biz 5 yil olishib kelganmiz. Endi anaqa nima deydi, serialni ko'rmaganlar, qadamni ko'rmaganlar to'g'risi. Haja, u rolingizni rosa sevib qolgan bo'lardim. Qo'shnilardan eshitganlar. Spektakllarimga bir necha yillar o'tib kelganlar. Anaqa nima deydi, o'sha studentlikdan chiqib, anaqa shu teatrimda aktrisa bo'lib ishlayotgan paytimda Abdulla Qodiriy Oq va qora turnalar asariga shu spektaklga kelib qolganlar. O'shani ham mayli boraman deganlar-da. Kelganlarida endi ko'rganlar yoqdimi desam, ha yoqdi dedilar. Bizda foye bor, sahnamiz podvalda bilasiz. O'sha foyeda meni kutib turgan paytlarida meni ustozim Boris Aleksandrovich Gafurov chiqib qolganlar-da. Keyin shu galma-galdan chiqqanmiz. Ular chiqqanlardan keyin men ham shu foyaga chiqqanimda, onam oldilariga borganimda, shu xayrlashayotgan paytimizda keyin so'raganlar, bular kim deb. Men deganman, tanishing onamlar deganimdan keyin, onam deyishimdan keyin deyishimni bilaman. Shunda ustozim qo'llarini ko'ksilariga qo'ydilar-da. Rahmat sizga, shu qizingizni bizani teatrga topshirganingiz uchun, shu qizingizni tarbiyasi uchun va shu qizingizni talanti uchun sizga boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman deb shu gaplarni aytganlar. Va aynan mana shu so'zlardan keyin oyim ozgina yumshaganlar va sizlarga ham rahmat deb chiqib ketganlar. Lekin haligacha oyim aytadilar, balki kasbingni o'zgartirarsan deb. Yo'q, o'zgartirmayman kasbimni, chunki yaxshi ko'raman bu kasbimni. Oyijoningiz sizni ko'proq qanaqa ampluada ko'radilar, masalan? Bu joyda ishlashmi yoki doktormi yoki qanaqadir ekonomist, qanaqa ko'radilar sizni ko'proq? Endi ularning ko'zlarida qanaqa niginasiz? Har balo bo'lgan, lekin aktrisa bo'lmadim. Mana shunaqa. Hamma kasbni ko'radilar. Medsestra ham bo'lib, anaqa bo'lgan deb taklif tushgan, chunki meni buvim, onam tomonlaridan buvim glavvrach bo'lganlar, meditsina yo'nalishida ishlaganlar. Yana onam tomondagi ayollar ko'pligi shu anaqa nima deydi,
katta anaqalarda ishlashadi, davlat ishlarida ishlashadi yoki qaysidir joyda men kabinetda o'tirishim kerak oyim uchun yoki men qayerdadir oq xalatda bo'lishim kerak. Lekin sahnada emas. Hammani onasi shunaqa bo'lsa kerak. Endi mani onam ham shunaqa qilganlar. Oq xalatda o'tirishimni. Endi ota-ona hech qachon menimcha yomon bo'lsin demaydi. To'g'ri, u ham to'g'ri. To'g'ri. Lekin yomon bo'lmaydi. Hammani o'zini yo'nalishi bor ekan. Albatta. Sizni blogingiz bor, blog yuritasiz, 1 milliondan ko'proq obunachilaringiz bor va o'zingizni aynan bloger bo'lib, nimani targ'ib qilmoqchisiz? Nimani ko'proq ommaga ko'rsatmoqchisiz? Endi bilamiz, afandini qizlari bo'lgan, hammasini siz buzib ketgansiz. Albatta. Ha, endi unga qaytmaymiz, ko'p joyda gapirib o'tgansiz. No, shu aynan hozirda blogingiz nima haqida? Nimani odamlarga yetkazib bermoqchisiz? Blog orqali. Men umuman bunday olib qarasa, life yo'nalishi tanlaganman. Ya'ni hayotda nima bor, shu boricha ko'rsatishni. Endi bu blogim shu komediya orqali kirib kelganiga, endi komik videolarni ham ozgina anaqa kamaytirmasdan o'rtacha olib borishga harakat qilaman. Ya'ni ona va qiz temasi. Ko'pincha menda shu endi azaldan shu ayollarga tegishli bo'lgan mavzular bo'lganligi sababli ayollar anaqa qaynona kelin plus umuman bundoq oladigan bo'lsak bытовая tема. Maishiy shu anaqa mavzular hayotda nima bo'ladigan bo'lsa, umuman bo'lib o'tgan bo'lsa, o'shalarni odamlarni yodiga solish va o'sha orqali qanaqadir message yetkazish. Ya'ni siz bitta rolikni ko'ryapsiz, o'sha rolikka tagida qanaqadir podteksti bor. Ya'ni mazmuni bor. Har doim aytib kelaman, nimadir qilayotganda blog yuritasizmi, videorolik olasizmi, uni ma'nosi bo'lishi kerak. Prosta qilish mumkin emas. Nimaga? Shuncha blogini prosta nimaga prosta qilish mumkin? Ertaga uni qanaqa nima deydi, foydasi tegadi? Yoki xo'p, bugun siz nima deydi, trenddasiz deylik, hozirgi paytda shunaqa so'z bor. Ertagachi, kelajakda men masalan o'zimni tarixda qolish uchun nimadir qilaman-da, o'zimni yo'nalishimda. Ya'ni bugun bir kunlik qanaqadir nima deydi, slava, как это будет? Mashhurlik, bugun qanaqadir vaqtinchalik mashhurlikka ega bo'lib, ertaga kim edi bu deydigan gapni eshitmaslik uchun o'zimga qanaqadir kачество qoldirib ketishga harakat qilaman har doim. Shu. O'zi sizda Instagramda juda katta kompaniyalar bilan yaxshi kontraktlaringiz bor. Masalan, yaqinda L'Oreal bilan Parijga borib keldingiz. Va u yerda faqat siz va Husnorik bordi. Qanaqa qilib? Chunki bu juda zo'r kontrakt bloger uchun, aktrisa uchun, bu aktrisalar uchun ham statusli nima desam ekan hisoblanadi. L'Oreal bilan ishlash va ular sizni aynan Parijga olib ketib, bilaman, hozir hamma narsani aytib beraman. Hammasini to'lab, yana ustiga pul berib, yana aylantirib, Toshkentga tashlab ketishganda. Men Parijda qolib ketmadi shunga. Qamoqchi edim. Vizam tugayotdi prosta. Qanaqa qilib shunaqa katta kontraktga ega bo'ldingiz? O'zim ham bilmayman. Endi Garnier bilan ancha yildan beri biz ishlab kelamiz. Buning uchun menimcha anaqa nima deydi, bizning menejerga rahmat. Sabina Bakiyeva. Merci тебя любим. Вот, endi L'Oreal bilan menimcha уже bir necha yillik kontrakt bor. O'zbekistonda ofitsial qanaqadir ofisi bo'lmasa ham, elchilari bor. Ko'pi anaqa Qozog'istonda ekan. Endi biz уже necha yillik partnyor bo'lganimizgami, endi shuni hurmatimi, endi bilmasam endi. Bilmasam. Lekin mayli, boshqacha savol beraman. Men nima qilishim kerakki, menga L'Oreal
Rahshona, men seni olib ketaman Parijga. Aylantirib kelaman, yangi produksiyalarimni ko'rsataman. Sen kelaversang bo'ldi, shunga pul ham to'layman. Deyish uchun men nima qilishim kerak? Endi u savolni menga bermaysiz, Sabinaga berasiz. Nima qilish kerak ekan? Yo'q, lekin bilmayman, omad kelib qoldi shunaqa. Aynan men bilan Husnorani tanlashganiga. Endi Husnora bunaqa proyektlarda menimcha ancha yildan beri ko'p joyga borib kelgan. Endi menda birinchi marta Men не завидуем Husnoре. И Mercedes'u тоже не завидуем. Va anaqa nima deydi, lekin bilasizmi, o'sha eventga borib kelganimdan keyin umuman bunday olib qarasa bizani media sohasidagi insonlar ham aynan dunyo miqyosidagi bir katta anaqa yo'nalishligi chiqsa ham bo'lar ekanda, bunday olib qarasa. Chunki sizni bunday Siz olib unaqa qarasa gaplarni gapirmang, iltimos. nimaga? Chempionatga borib kelgan kim? Menmi, sizmi? Yo'q, maylida endi. Maylida harakat qilish kerak ekan. Qancha harakat qilsangiz, shuncha nima deydi, o'sha harakatingizni mevasini ko'rar ekansiz, hamda tatib ko'rar ekansiz. Nima demoqchiman? Orzuni yoki maqsadni ko'tarib qo'yish kerak ekanda. Ya'ni men san'at institutini tugatib, seriallarda chiqay, meni hamma tanisin, hamma men bilan rasmga tushsin. Unaqa qilmaysiz, siz shu. Men yoqtirmayman bu narsani, chunki meni o'zimni katta maqsadim bor. Men chet el sahnalariga chiqmoqchiman, chet el уровенidagi bir aktrisa, ijodkor bo'lmoqchiman. Chunki ertaga, ya'ni nimaga men bu gaplarni aytayapman? Bizani nima deydi? Bizani san'atimiz umuman dunyoga tanilgan san'atlardan birida. To'g'ri. Dublyaj birinchi o'rinda turgan. Bizani oldin eng zo'r kinolar bizani dublyaj qilingan kinolar. Albatta, bizani tariximiz juda ham boy va aynan mana shu tarix haqida gapirishni, dunyoga gapirishni juda ham xohlayman. Bizani nima desam bo'ladi? Teatr yaralishini anaqalari, nima deydi, tarixi bor, kino yaralishini tarixi bor. Qancha aktyor, aktrisalar chiqishgan, ularni haligacha chet el sahnalarida biladigan rejissyor, aktyor, aktrisalar bor. Ularga taqlid qiladigan insonlar bor. Va aynan yosh avlod deymizmi, bizani avlod deymizmi, shular haqida chiqib gapirsa, o'sha qanaqadir to'lqinlarga bir anaqa xonalarga chiqsa juda ham xursand bo'laman. Chunki bizada bor talantlar. Juda ham ko'p talantlar Amerikada, umuman Los Anjelesda o'qiydigan bolalar, qizlarimiz bor. Nimaga ular shu haqida gapirishmaydi, harakat qilishmaydi, bir anaqa vloglar yuritishmaydi. Bitta bolani ko'rdim, Javohir degan bola. Shu anaqa Gollivudni ichidan o'zi ham kichkina rollarni ijro etsa, o'shalarni ichidan ko'rsatadi-da bu narsani. Lekin uni ham bir vlogi kichkinada. U ham xolasa qo'yadi, xolamasa qo'ymaydi, mana shunaqa. Endi siz ko'p gastrol qilasiz, o'zi shou biznesda ham ko'p odamlarni taniysiz, o'zingiz ham ko'plarni bilasiz, ko'p odam sizni taniydi. Bizni shou biznesda hozirgi paytda 3 ta yaxshi aktrisa, hozirgi zamon aktrisalaridan, может, eski zamon bilan aralashtirib, hozirgi yangi chiqqan yaxshi aktrisa обязательно bo'lishi kerak va yana kimdir, 3 tasini aytib bering. Siz o'zingiz yaxshi ko'rib kuzatadigan odamlar. Yulduz Rajabova. Hurmat qilaman bu insonni. U ham teatr, ham kino aktrisa, ham. Mahliyo Asqaraliyeva. Juda ham talantli. Ham kino, ham teatr aktrisasi, Diydor teatrda xizmat qilishadi bular. Uchinchisi tak, uchinchi kim bo'lishi mumkin? Endi o'zimni shu kuzatadigan aktrisalarimdan biri bu Saida Rametova. Menimcha juda ham yaxshi ko'raman ularning ijodlarini. Ular bilan bitta sahnada hattoki rol ijro etishga nima deydi, musharraf bo'ldim. Juda ham xursandman bunaqa ustozlar bilan bitta sahnada bo'lganimda. Ra'no Yarasheva ham
ularni juda ham yaxshi ko'raman. Ammam rolini o'ynaganlar. Ular bilan shu o'tgan yili juda ham yaqin bo'lib qoldik va ularni mahoratiga man tan berdim. Ularni haligacha o'sha mahoratni ushlab kelayotganiga va sahnaga qanaqa xizmat ko'rsatishligini ko'rib tan berdim, to'g'risi. To'g'ri. Bular juda chiroyli qarashyapti shu aktrisalar. Rostdan juda ham yoqyapti. Ularni ko'rib rostdan qoniqaman, chunki juda chiroyli, qanaqadir statni qarashyapti. Что ты хотела сказать? Ой, 40 minut прошло? Так bыстро? Lekin hali bu pishish niyati yo'q. Bu tegini sal baland qilaman. 40 minut o'tib ketibdi. Deganimizga. Endi rejissyorlar. 3 ta rejissyor va 3 ta aktyor. Так, 3 ta rejissyor, 3 ta aktyor. Men rejissyorlarni hozirgi paytda unchalik ham tanimayman, mayli. Birinchisi Shuhrat Abbasov. Endi hammamiz menimcha shu insonning filmlarida katta bo'lganmiz. Milliy Sabzalov. Bu insonni ham filmlarida katta bo'lganmiz va Yorqin To'ychiyev. Mana shu rejissyorlar endi ikkitasi bilan armon bo'ldi ishlash. Endi Yorqin aka bilan balkim ishlarmiz, balkim ishlamasmiz. Lekin aynan shu inson bilan qaysidir proyektda ishlagim juda ham keladi va orzularimdan biri. Chaqiring, biz kutamiz. Ko'rsangiz ham, ko'rmasangiz ham chaqiring. Iltimos, chaqiring. Iltimos. Biz ham ko'raylik, bu boshqa ampluada ko'raylik bu opchani. Xudo xolisa. Va 3 ta partnyor kim bilan ishlagan bo'lardingiz? Adis Rajabov. Shu inson bilan ishlagan bo'lar edim. Ular bilan umuman bunday olib qarasa kollab qilish niyatim bor. Xudo xolisa mana shu yili bo'lib qolar deb umid qilaman. Yaxshi niyat. O'zingiz niyatlarni katta qilish kerak dedingiz. Albatta. Ikkinchisi Alisher aka Uzoqov. Ular bilan monolog etish niyatim bor. Ha, chunki hozirgi paytda Instagramlarida juda ham ko'p monologlarni aytib anaqa yurg'izyaptilar. Shunaqa qanaqadir tandem qilmoqchiman va uchinchisi Ulug'bek Qodirov. Bezat va Nikak. Men bu inson filmlarda katta bo'lganman. Endi hammasini nima deydi, hamma aktyorlarning filmida katta bo'lganman. Qolganlar bilan endi Bobur aka Yo'ldoshev ham aytib ketaman. Ularni juda ham yaxshi ko'raman. Chunki teatrda adashmasam. Ha, biz bitta sahnadamiz ular bilan. Lekin Didor teatrida ham ishlab berardim. Qaysidir yangi proyektda. Bobur aka chaqiring. Biz ham ko'raylik. Nima? Hozir такой blitsim bor. Siz uchun hozirgi davringiz, уже 26-yil kirib keldi. Qanaqa bu davr? Hozir ko'proq o'sish davrimi yoki hozir sal so'nayotganingizda sezyapsizmi? Nima ko'proq sizda hozir ichingizda, ichki kechirmalaringizda nima ketyapti va qanaqa maqsadlarni qo'ydingiz? 26-yilgami yoki kelajakdagi 5 yilgami? Yo'q, kelajakdagi 5 yil. Men ertaga nima bo'lishini bilmayman. Kelajakdagi 5 yil. Endi bir xil bor-ku. Uchrashuvga chiqqanday his qildim hozir bu savollaringizdan keyin. Uchrashuv haqida gapiramiz. Yo'q, endi 2026-yil bu menimcha hammada hozir yangilanish davri. Chunki nima desam bo'ladi? Bu menimcha davr faqat tepaga chiqib ketadigan davrlardan biri. Chunki imkoniyatlar juda ham ko'p. Ko'p imkoniyatlar yaralyapti, bor, berilyapti. Ularni hammasini menimcha o'z vaqtida anaqa bir ilib olish kerak-da. Bilmayman endi inson qanchalik tez harakat qilsa, qanchalik nima deydi, o'sha harakatiga mos ish qiladigan bo'lsa, yangilanishga ulguradi deb o'ylayman. Men uchun hozirgi paytda yangi imkoniyatlar ochiladigan davr. Ya'ni kim hozirgi imkoniyatni 10 yil orqaga qaytarganingizda, menimcha men bu imkoniyat bilan unchalik ham anaqa qila olmasdim. Nima deydi? Bir eplab keta olmasdim-da. Endi hozir imkoniyatlaringiz ko'proq.
Ha, Ancha. imkoniyatim ko'p va miyam ham boshqacha ishlaydi. Chunki bizani yo'nalishda endi miya ishlashi kerak. To'g'ri. Miya ishlamasa bo'lmaydi. Aylanib ketaylar. O'zi в принципе miya ishlamasa bo'lmaydi. Lekin bir xilaga это не mешает, Yo-yo. nичего страшного. Ko'pchilik endi miyasiz yurishadi, shuning uchun normalda. Bizga to'g'ri kelmaydi. Kommentariy yozishadi. O'zi nimadir tushunsa ham mayli deb ikkalasi yana aql o'rgatadi. Mayli-da, endi mayli, hamma o'zidan kelib chiqqan holda. Ha. Nima demoqchiman? Ko'pincha san'atdagi insonlar ko'p depressiyaga tushishadi. Apatiya bo'ladi. Anaqa nima ish qilgisi kelmaydi. Va aynan hozirgi davrda bunaqa depressiyada ko'p bo'lish manimcha umuman не приветствуется deydi-yu. Просто kelib Ha, qoladi. chunki vaqt tez ketyapti. Bir hafta xuddi bir kundek o'tib ketyapti. Bugungi paytda oldin nimadir uxlashga vaqtimiz bo'lgan, telefonda gaplashishga vaqtimiz bo'lgan. Hozir hattoki telefonda bemalol kimdir bilan gaplashib turishga vaqt yo'q odamni, chunki tez o'tib ketyapti. Shuning uchun ulgurib qolish kerak. Hozir menimcha ulgurib qolish davri. Chunki konkurensiya ko'payyapti. Media sohasida ham har bitta sohada konkurensiya ko'payyapti. Siz o'zingiz uchun nima maqsad qo'ydingiz? Masalan, bir oyda shuncha topaman, lekin undan ko'proq topaman deb. Bilaman, o'z aytasizlar, nimaga daromad haqida so'ramaysiz? So'ramayman. Sabina meni ham yeydi, keyin bularni ham yeydi. Aytadi bizga, "Не разглашайте" deydi. Yo, endi maqsadlar har yil har xil bo'ladi. Endi anaqa nima deydi, o'tgan yil qanaqa tugashiga bog'liq bu narsa. O'tgan yili sizda juda yaxshi tugan. Bu yil Ular yanada bilan kontrakt bo'ldi. bu yil yanada ko'proq anaqa nima deydi, o'sha imkoniyatlardan foydalanish uchun o'z ustimda yana ishlab, harakat qilib nima deydi, o'sha maqsadlarimni qo'yganman. Shu kontrakt sizga qanaqadir tramplin berdimi? Qolgan yaxshiroq kontraktlar yana keldimi shuni ketidan? Albatta. Umuman bunday olib qarasa, o'zimga bir e'tibor berishi, o'zimni ichimga bir qarashi, o'zim nima xohlayotganimni so'rab bilib olishga mana shu katta bir anaqa tramplin bo'ldi desam bo'ladi. Chunki men ham hamma kabi ertalab uyg'onaman, zavtrakimni qilaman, qarayman, nima qilsam ekan, borsammikin, bormasammikin. Hozir shunaqa endi o'zimdan kelib chiqqan holda aytishim mumkin, imkoniyatim bor. Nima desam bo'ladi? Menda svobodniy grafik. Xohlasam boraman, xohlamasam bormayman, xohlasam atmay qilaman, xohlamasam atmay qilmayman. Nimaga? Teatr aktrisasida bunaqa svobodniy grafik bo'ladimi? Endi chunki men endi rostdan men o'zim teatrda o'ynamaganman, lekin endi oyimdan bilaman, o'z yonimdagi odamlarimdan bilaman. Teatrda teatr tarbiyalaydi. Mana teatr shunaqa joyki, odamni tarbiyalaydigan joy. Kino ham tarbiyalaydi, lekin kinoniki boshqacha, teatrniki sal qattiqroqda. O'tda masalan teatrda kinoda o'xshab yana bitta dubl yo'q. O'tda atrabotka bor. Shu chisi zo'r qilib berasan, bo'ldi. Shundan keyin ketaversang bo'ladi. Endi teatrda spektakl kunlarim albatta men uni atmay qila olmayman, xohlasam, chunki tomoshabin pul to'lagan. To'g'ri. U unga qizig'i yo'q. Siz komanda. Ha, siz kasal bo'lganmisiz, yo tam kimdiringiz o'lganmisiz, janoza bo'lyaptimi? Siz o'sha paytda xizmat qilib berishingiz kerak. Endi qanaqadir proyektlar bo'lsa, albatta yangi proyektlar bo'ladi, teatralni, bizda repetitsiya jarayonlari bor, biz ertalabdan kechgacha teatrda qolib ketamiz, lekin men nima demoqchiman, hozir men bu etapdan o'tganman. Ya'ni yugurdan. Ha, u etapdan o'tganman. Hozir grafik meni qo'limda. Endi repertuar bor. Repertuar endi har oy anaqa nima deydi? Etiladi. Ya'ni расписание deylik, uni расписание bo'yicha anaqa nima deydi? Sanalar qo'yiladi. O'sha sanaga qarab o'zimizni planlarimizni to'g'rilaymiz-da. Endi men teatrga hozirgi paytda shu spektaklarim bor paytida boraman. Tak hozir svobodniy художник deydi-yu, shunaqa. Lekin endi men bilaman, teatrda pul kam. Hammamiz bilamiz bu narsani. Shuning uchun siz ko'proq blogersa qilasiz, to'g'rimi? Masalan, teatr tashlab blogersa siz boy bo'lib ketasiz lekin. Bilaman.
anaqa nima deydi, shu endi blogingni boshlayotgan paytimda teatrdan juda ham uzoqlashgan paytim edi. Juda ham qiynalganman. Bo'ladi shunaqa nima deydi, ikkilanishlar bo'ladi. Menga kerakmi, kerak emasmi? Ustozimning bitta gaplari bor. Boris Александрович. Человек, который не сомневается в своей профессии, он не профессионал своего дела. У любой профессии, у любого человека в чем-то есть сомнения. Ya'ni ikkilanish har doim bo'ladi va bu normal holat. Ikkilanish bo'ladimi? Значит, nima deydi? Siz his qilasiz bu narsani. Siz anaqa yuragingiz bor va bu narsa haqida siz o'ylaysiz, anaqa xavotir olasiz, to'g'ri qilyapmanmi, qilmayapmanmi, kerakmi, kerak emasmi? Aynan mana shu fikrlar miyangizda bo'lmasagina siz o'sha hissiyotlaringizni hammasini yo'qotgan bo'lasiz. Teatrga kirib kelishingizni kimni ko'rib teatrni sevib qolgansiz? Mana bo'ladi-ku, qanaqadir aktyorni ko'rib yoki qanaqadir rejissyorni postanovkasini ko'rib yoki mana nimadir bo'lganki, siz teatrni sevib qolgansiz. Mana shu Iskrka qayerdan kelgan, shu aytadi-ku, Iskra deydi-ku, qayerdan kelgan sizga? TV markazdan kelgan. Oldin shunaqa kanal bo'lardi. Bilaman. TV markaz degan. Bilsangiz, o'sha yerda teatrlarni repertuarlarini gapirib o'tishardi. Gapirib ko'rsatib o'tishardi. O'sha yerda hamma teatrlarni repertuarini birin-ketin shu haftaligini gapirib o'tishgan paytida shu Ilhom teatrini Laboratoriya Chexova adashmasam, o'sha proyekti bo'lgan. O'shani ko'rib, prям o'sha teatrga borgim kelgan. Ilhom teatriga borgim kelgan. Lekin o'sha payt 9-sinfda o'qirdim. Adashmasam, borganimda meni qabul qilishmagan, umuman teatrga qo'yishmagan, chunki yosh bolasan deyishgan. Yoshim to'g'ri kelmagan. Lekin aylanib, o'rgilib shu boshqa teatr studiyalariga bordim, ekzamen topshirdim, lekin baribir shu Ilhom teatriga kelib, o'sha teatr o'zini maktabini tugatib, malakamni oshirib, o'sha yerda hozirgi paytda sahnada xizmat qilib kelyapman. Mana shu kirgizishmagan paytida aytib ketgandim. Kun keladi, mana shu sahnani, mana shu teatr sahnasiga chiqaman va hamma meni nima deydi, hurmat ila kutib oladi deb. Va shunaqa bo'ldi. Endi bitta narsani iltimos qilardim. Ko'pchilik biladi, siz yuragingiz hali bo'sh. Albatta. Shunga qaramasdan bizga shu yigitni portretini chizib bersangiz, может topilib qolar. To'g'risini aytsam, menda qanaqadir prototip yo'q. Har doim anaqa. Yo, ichki hissiyotlaringiz, masalan, odamni aynan shu xarakteri yoki aynan shu deydi, anaqasi to'g'ri tushishi kerak menga. Например, men o'zimnikini chizib beraman. Men har doim xohlaganmanki, odam men uchun turib berishi kerak. Mana masalan, любой joyda men uchun turib berish kerak, meni himoyalab berish kerak. Masalan, u o'zini ota-onasini oldida bo'ladimi, meni ota-onamni oldida bo'ladimi yoki birovlarni umuman tanimagan odamlarni oldida bo'ladimi? Men noto'g'ri aytgan bo'lsam, sen noto'g'ri aytasan. Hozir men seni защита qilaman-da, keyin lekin bari uyga borganda gap eshitasan. Mana shu narsa bizda bor oilada. Va shuning uchun men xo'jayinimni yaxshi ko'rganman. Boshdan bosh meni himoyalab kelganlar-da. Men uchun himoya birinchi o'rinda turgan. Mana siz uchun qanaqa odam bo'lish kerak? Siz masalan, sal bo'lsa ham yuragim erib, sevib qoldimmi? Yaxshi yigit ekanmi deb qo'yishingiz uchun. Avvalambor o'zini menimcha hurmat qiladigan inson. Qachonki odam o'zini hurmat qilsa, atrofdagilarni ham xuddi shunaqa hurmat qiladi. O'zidan kelib chiqqan holda. Hurmat qiladigan, tushunadigan, eshita oladigan inson. Chunki meni kasbim u juda ham og'ir kasblardan biri. Bugun anaqa quyosh bo'lsa, 15 sekunddan keyin уже bulut bo'ladi. Yokida ertasi kuni bulutli bo'lishi mumkin va meni kasbimda qanaqadir chegaralar bo'lishi mumkin, lekin bu kasbda erkinlik kerak. To'g'ri. Grafik masalasida va aynan shu kasbni tushunib, bilib, nima deydi, shu siz aytganingizdek himoya qila oladigan inson.
o'zi aktrisa bilan yashash juda qiyin. Men o'zimdan bilaman, ya'ni onamdan bilaman. Endi nima desam ekan, qiyin deganim nima? Sizni sevadigan odam san'atni ham sevishi kerak-da. Albatta. Agar san'atni sevmasa, sizni sevib tushuna olmaydi u odam. Masalan, sizni to'g'ri aytamiz, bezumni sevsa ham, san'atni tushunmasa, san'atni sevmasa, u odam bilan endi baxtli bo'lib keta olmaysiz. Endi men shunaqa deb o'ylayman, siz emas, o'zi в целом aktrisa bilan yashash oson emas. Kechirasizlar. Kechirasiz. Yo'q, to'g'ri. Hamma aktrisalar To'g'ri. shuni tan oladi. Oson emas. Shunaqa oson emas. Aktyorlar bilan ham yashash oson emas. Umuman To'g'ri, san'at odam bilan qiyin. san'at yo'nalishidagi inson bilan yashash oson emas. Chunki ularni 5 kun nima deydi, oy qorong'u deydimi, shunaqada. 15 kuni qorong'i, 15 kuni yorug'. O'sha. Shunaqa. Endi har doim tushunib biladigan, nima deydi, shu endi kasbga daxldor deya olmayman-u. Endi shu kasbni tushunadigan, ozgina tushunchasi bor bo'lgan inson bo'lsa, nimaga yo'q? Shunaqa odamni hayotingizda hali uchratmadingiz? Aslo Yo'q. Yo'q, hali Aslo yo'q dedilar. Ovqat suzyaptilar. Niginopcha. Men dimlamamiz ham tayyor bo'ldi. Hidi prям mazali bo'lib turibdi. Hozir ozgina suvi ko'payib qoldi, shuning uchun dimlama kabobcha deymizmi? Shunaqa. Men yaxshi ko'raman dimlamani suv bilan ko'proq. Hozir yoqimli ishtaha qani. Iya, hozir. Sabzi ham. Chestnoy отзыв, to'g'ri. Chestno? Ha. Mazali bo'lganda kislinka bilan rosa yaxshi ko'raman shu ovqat. Sal nima deydi? Do'chan ta'mi kelib turadi-ku. Siz shunaqa ovqat yaxshi ko'raman. Zelin qo'shgansiz-ku. Zelin bilan qo'shganman. O'sha uchun sal ta'mi kelib turibdi. Yeb ko'ring o'zingizam. Nima qaymoq oldingiz, Rahshon? Men ovqat qaymoq bilan yeyish yaxshi ko'raman. Mazali-da, qaymoq bilan. Go'shtni ham yeb ko'ring. Yeng. Yoqimli ishtaha. Zo'r bo'libdi. Zo'r bo'lgan. Yetolman-ku. Hil pishibdi. Go'sht buncha zo'r pishgan. Erga totdi. Yo'qmi? Yeb ko'ring. Go'sht zo'r pishgan. Kartoshkasi boshida pishmaydi, go'sht pishib ketgan. Yo'q, rostdan ham, rosa mazali bo'lgan. Mazali. Tayyorlab ko'ramiz. Rostdan ham boshqacha dimlama bo'lgan. Bunaqa dimlama yemaganman. Dangasalarni dimlama. Ha, Uyda bor narsani sразу же damga qo'yashlar bo'ldi. ayni. Opcha, sizga oxirgi savolim bor. Xo'p. Kichkina nega nima degan bo'lardingiz? Молодец degan bo'lardim. O'zingni prinsiplaringdan voz kechmaganingga va aynan o'zing xohlagan kelajakdagi inson bo'lganingga rahmat degan bo'lardim. Zo'r. Dimlamani tayyorlab ko'ramiz. Hammaning geniliga xayr. Hammaga xayr. Izohlarda o'zingizni suhbat haqida fikringizni yozib qoldiring. Men ham kutaman. Biz dimlama yeyishga ketdik. Albatta. Rosa yaxshi bu. Menga yoqdi lekin suv bor, такой chortdakkina bo'libdi. Kartoshka yaxshi. Келила? Сейчас я вам наложу. Не, очень вкусно, действительно. Ozgina kapusta xom qolibdi.